Toshkentda piyodalar yo'lagidan o'tayotgan ayolni avtobus urib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu holat 9-dekabr kuni soat 22:30 da Mirobod tumani Islom Karimov ko'chasida qayd etilgan bo'lib, Yutong rusumli elektrobus haydovchisi tartibga solinmagan piyodalar yo'lagidan o'tayotgan ayolni urib yubordi. Piyonman, bu yoqdan o'tgan odam yo'q edi. O'sha o'tib bo'lingan edi u. O'tayotganimda men tomonga tashlab yubordim o'zini. Shu vaziyatda avtobus zarbidan piyoda qarama-qarshi yo'nalishga yiqilgan va Haval rusumli avtomashina ham piyodani urib yuborgan. Yo'l transporti oqibatida piyoda olgan tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Hozirgi vaqtda ushbu holat bo'yicha Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasining 2-si bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda hurmatli avtobus haydovchilari, ushbu mashina ichida siz qanchadan qancha yo'lovchilarning hayotiga javobgar shaxssiz. Shunday ekan, yo'llarda tezlikni me'yordan oshirmasdan yo'l belgilari va qoidalarga amal qilib harakatlanishingizni so'rab qolamiz.